Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bitta savol bilan boshlasak to'g'ri bo'lsa kerak bugungi suhbatimizni. Ya'ni sizda bor narsalarni bir chetga surib qo'yib, o'zingizda, ya'ni qo'l bilan ushlab bo'ladigan har narsangizni sizdan olib qo'yishsa, sizda nima qoladi demoqchiman, qisqa qilib aytganda. Bugun masalan dunyoda buni qilish juda ham qiyin. Bilmadim, muvaffaqiyat, obro', mukammal bir ko'rinish, ya'ni bu narsalar juda ham muhim bo'lgan dunyoda bizni ichimizda qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan ichimizdagi haqiqiylik, bu bilan yuzlashish qanchalik muhim, yo'q muhimligi-ku aniqdan mumkin deylik. Rost bo'lish demoqchiman. Rost bo'lish nimani anglatadi? Bu aslida juda ham sodda. İçimizdagi haqiqiy hislarni qabul qilish, qanday bo'lsa shunday va ularni samimiy tarzda yashay olish, yashay bilish. Bugun buni qilish nima dedik? Juda ham qiyin dedik. Bugun suhbatimizni Irvin Yalomning bir hikoyasidan ta'sirlanib, uni ta'sirida amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Qahramonimiz, bugungi hikoyaning qahramoni ismi Charles. Harvard universiteti bitiruvchisi, muvaffaqiyatli ishbilarmon. Oyida $500,000 kirim bor. $500,000 har oy. Tashqi tomondan qarasangiz unga hamma havas qiladigan nimaga ega, hayotga ega. Ammo hikoya uning ichki dunyosiga nazar tashlash imkoniyatini beradi bizga. Ammo ichki dunyoda tashqi biz ko'rayotgan narsaning tamomila aksini ko'rishimiz mumkin. Masalan, aybdorlik hissi, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, ichki ziddiyatlar, o'zini qabul qilmagan, balki qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan ma'naviy olamini unutib bir naviy ulg'aygan, butun hayotini moddiyat ustiga qurgan va qura olgan. Ammo bir joyga kelganda Charles nimadir yetmayotganligini bilyapti va Irvin Yalomning qarshisiga kelyapti. Irvin Yalom mashhur psixolog va hayotini anglatishni boshlayapti. Har narsa bor. Siz bilan biz tush ko'radigan narsalarni, bu dunyo bilan bog'liq tush ko'radigan narsalarimizni, orzularimiz, unim bo'lsa, bunim bo'lsa, unday bo'lsam, bunday bo'lsam, uncha topsam, muncha topsamlarimizni hammasini bizda chaqqanda chaqqan. Ammo holati biznikidan hech farqli emas. Bugun bu narsa nimadir? Uni bir ichkaridan, ya'ni Charles misolida anglashga nima qilamiz? Harakat qilamiz. Charles mukammalchi biri. O'qirgansiz, uni anglaysiz. Ya'ni mukammal bir obraz ustida hayotini qurishni istagan va buni bir naviy uddalagan. Ammo mukammallik haqidagi fikrlarida kamchiliklar bormi? Bor. Ammo uni yutuqlarini aytaylik. Avval qo'lida nima bor? Harvard universitetining diplomi bor. Yana nima bor? Katta uyi bor, dang'illama deb qo'yamiz u. Mahobatli. Karyera, muvaffaqiyatli karyerasi bor. Oila, go'zal oilasi bor. Ya'ni ko'rinib turadigan har narsasida bir nuqson ko'ra olmaysiz. Bu mukammal surat ortida nima bor desangiz, uni Irvin Yalom bilan suhbatidan bilasizki, katta bir bo'shliq mavjud. Bu yerda nimani anglaymiz? Charlesning xatosi nima desangiz, u tashqi dunyo tomonidan, boshqalar tomonidan tasdiqlanish uchun, tan olinish uchun
ichki dunyosini qanday qilib chetga surib qo'yganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni butun harakatlari boshqalar tomonidan tasdiqlanish uchun, deyilish uchun, qarsaklar chalinishi uchun, qarang deyilish uchun. Bizda ham bu narsalar juda ham ko'p. Aslida shuning uchun bu hikoya atrofida gaplashyapmiz. Endi bitta savol tug'iladi. Tashqi muvaffaqiyat ichimizdagi bo'shliqni to'ldirish uchun yetarlimi degan savolga javob beramiz, yo'q. Tashqi boshqalarni ko'ziga ko'rinib turgan muvaffaqiyatlarimiz ichki dunyomizni to'ldirish uchun nima emas? Yetarli emas. Ammo muvaffaqiyat qanaqa bo'ladi haqiqiysi, chinakami qanaqa bo'ladi desangiz, bu faqat va faqat o'zligimiz bilan yuzlashganimizdagina mumkin bo'ladi. Boshqa hech bir nuqtada mumkin bo'lmaydi. Chinakam qoniqish, chinakam muvaffaqiyat bu faqatgina o'zligimiz bilan nima qilganda do'stlar, yuzlashganda ekan. Yuzlashganda g'olib bo'lamiz degan narsa yo'q. Ya'ni biz ichimizdagi narsalar bilan haqiqiy ma'noda yuzlashar ekanmiz. U yerda bizni xafa qiladigan, bizga yoqmaydigan mingta narsa bo'lishi mumkin. Muhimi bu emas. Muhimi ular bilan nima qila olish, yuzlasha olish. Irvin Yalom bilan gaplashar ekan Charles bir tushini aytib berish undan so'raladi. Va aytadiki, men bir kastingda qatnashdim. Bu kasting nima desangiz, kasting shu. Bir film uchun aktyorlar sinovga boradi. Rejissyorlar ularni iqtidorini, o'zini tashqi ko'rinishini boshqa qahramonlar bilan solishtiradi va u yerdan bir aktyorni tanlaydi. Bordim deydi va menga u yerdagi rejissyor aytdiki, sen aktyor emassan. Sen aktyorlik qilayotgan aktyorsan. Bu juda muhim bir gap. Bu endi sen aktyor emassan. Ya'ni sen haqiqiy ma'noda aktyor emassan. Sen aktyorlik qilayotgan aktyorsan. Ya'ni sen hayotingda ham o'ynab yashayotgan birisan. Sen haqiqatni ochib bera olmaysan, chunki sen u haqiqatdan xabaring yo'q. Sen bir obrazni rostakamiga yarata olmaysan, chunki seni o'zing rost emassan va yoki rostlik nima bilmaysan. Samimiy emassan, chunki samimiyat nima bilmaysan. Nega? Chunki sen aktyorlik qilayotgan aktyorsan. O'yin o'ynab yashayotgan o'yinchisan. Bu aslida Charlesning ichki dunyosidan qochishini, yuzlashdan qochishini aks ettiruvchi bir tush deydi psixolog. Aslida bu holat hammamizga ham yaqin bo'lgan bir holatdir. Hammamiz ham haqiqiy kimligimizni tan olish jur'atiga ega emasmiz. Bunday desak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, endi u yerdagi Charles hayotini butkul o'zgartiradigan voqealar haqida ham gap ketadi. Ulardan biri uning eng yaqin do'stlaridan biri Jamesning kutilmagan o'limi. Aslida psixologning oldiga yetaklab kelgan ham ana shu iztirob, depressiya, melanxolik, tushkun bir holat uni olib keladi. James o'zini joniga qasd qilgan. Va buni Charles hech bir shaklda tushuna olmaydi. Ya'ni James bilan munosabatlari, do'stligi, butun hayot, faoliyat, bu hamkorliklari boshqa hech bir shaklda Jamesni o'zini joniga qasd qilishi mumkin bo'lgan biri o'laroq ko'rsatmagan. Charles buni hech qachon sezmagan.
puli bormi bor, ishi bormi bor, o'nlab proyektlari bor, Silikon vodiysida katta qilgan ishlari bor, ammo natija o'laroq o'zini joniga nimagadir qasd qilyapti. Bu katta so'roqni Charles nimaligini, nima uchun ekanligini tushuna olmaydi. Shuning uchun balki o'ziga bu katta savollarni berish uchun bir ehtiyoj sezadi. Ya'ni o'lim haqiqatiga duch kelish. O'zi ham kelishi mumkin-da. Chunki o'zini joniga qasd qilgan James Charlesdan unchalik farq qilmasdi-da. Deyarli bir xil fikrlashardi. Dunyoga qarashlari bir xil edi, moliyaviy ahvoli bir xildi. Ya'ni agar u o'sha holatida o'zini joniga qasd qilgan bo'lsa, demak bu ham bir kuni o'zini joniga qasd qilishi mumkin. Uni hayotida nima bor edi? Ma'nosizlik bormidi? Jamesning hayotida bo'shliq bormidi? Nima bor edi-da? U bu qadar yig'ib tergani, oshino bo'lgani, yaratgani, ishlarni, boshqa narsani hammasini tashlab, hammasidan voz kechib joniga qasd qildi. Nima bor edi u yerda? Va u bo'shliq va u ma'nosizlik Charlesda yo'qmi edi? Bu yerda boshqa bir qarash ham bor tabiiyki. O'lim bilan yuzlashish dahshatli bo'lsa-da hayotda, aslida hayotni haqiqiy ma'nosini so'roq qilishimiz va muhim bo'lgan narsalarni qayta nima qilishimiz, baholab olishimiz uchun bizga nima beradi? Imkoniyat beradi. Shuning uchun qabristonni ko'proq kezish, sayr qilish tavsiya qilinadiki bizga. O'lim bilan yuzlashish, o'lganlar bilan uni his qilish, qabristonlarni kezish bizga nima qilar ekan? Muhim narsalarni, aslida eng muhimi nima ekanligini baholab olishimiz uchun bizga nima berar ekan? Imkon berar ekan. Charlesning shunday bir u yerda gapi bor. O'zimga haddan ortiq yuklanib, hayotimni ma'nosiz ishlarga sarflayotganimni angladim, deydi suhbatlardan birida. Haqiqatga qaytishning badali ba'zida mana shunday qattiq bo'lishi mumkinmi? Mumkin, ammo bu og'riqli haqiqatlar bilan deylik yuzlashish bizni chuqurroq va ma'nodorroq yashashga nima qilishi mumkin? Olib kelishi mumkin. Tabiiyki Charlesni suhbatlariga diqqat qilar ekanmiz, atrofidagi, masalan, uni hikoyasidagi eng ta'sirli nuqta odamlar bilan qilgan nimalari? Sun'iy aloqalar, soxta aloqalar. Do'stini o'limidan keyin butun munosabatlarni shubha ostiga qo'yishni boshladi. Bu bilan nega munosabat qilyapman? Rostmanmi, samimiymanmi, kerakmi, kerakmasmi? Taftish qilish, elakdan o'tkazib boshladi har qanday munosabatlarini. Bu nimani o'rgatadi bizga? Bu yoki nimani o'rgatish kerak? Hayotimizda hammamiz atrofimizda odamlar bor va ular bilan munosabat qilamiz va bu munosabatlarda qanchalik nimamiz? Haqiqiymiz, rostmiz. Qanchalik samimiymiz. Yaluni Charles bilan o'sha suhbatlari ikki odam orasidagi bo'shliqni qisqartirish va haqiqiy aloqalarni o'rnatish qanchalik muhim ekanligini bizga ko'rsatadi. Nima jumla ishlatdim hozir? Ikkita inson o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirish. Biz yaqinimiz deb o'ylayotgan atrofimizda bor odamlar bor, oilamizda deylik, do'stlarimiz davrasida va ular bilan bizni oramizda ma'lum bir ma'noda bo'shliq bor. U bo'shliq nima bilan to'ldirilgan yoki to'ldirilishi kerak?
Bu qanchalik muhim? Bu savolga u yerda javob beradi. Ikki odam orasidagi bo'shliqni qisqartirish hech qursa va haqiqiy ma'noda samimiy aloqalar o'rnatish juda muhim ekanligi ta'kidlanadi. Yoki buni boshqacha aytamiz, samimiy bo'lmagan yoki samimiy bo'lishingiz mumkin bo'lmagan, samimiy bo'lolmaganingiz munosabatlar bizni yolg'izlikka mahkum qilishini ta'kidlaydi. O'qirkanmiz, buni anglaymiz. Nima qilish kerak endi degan tabiiyki savol bo'ladi. Men har doim bir savolni berganda orqasidan aslida javobini ham bir nevi aytishga harakat qilib keldim hozirgacha. Ammo yana shunday savol berilsa-ki, demak rost bo'lish uchun, haqqoniy, haqiqiy bo'lish uchun nima qilishimiz kerak desak, agar bu savolni o'rtaga qo'ysak, birinchi qadam mumkin balki o'z ichimizdagi qarash va haqiqiy his-tuyg'ularimizni, bizni ichimizda nima bor, bularni qabul qilish. Biz kimmiz? Ya'ni bir nevi o'zimiz bilan kelishish. O'sha qahramonimiz Charles boshidan kechirganidek, o'lim haqiqatiga ichki hislarimiz bilan o'zimizni bir nevi majburiy bir ravishda yuzlashtirishga mubtalo qilish, ya'ni duch keltirish. Mubtalo demaylik-da. Unda u ham mubtalo ham tushaveradi. O'lim bilan yuzlashishga mubtalo bo'lib, aslida hammamiz mubtalo bo'lganmiz. Ya'ni bu haqiqatni hech kim o'zgartira olmaydi. Ammo yutuqda kim oldinroq uchrasha olgan, oldinroq his qila olgan, o'lishini o'ziga tez-tez eslata olgandir yutuqdagi odam. Buni anglagan odam hayotning haqiqiy ma'nosini anglash uchun boshqa bir yo'l bormi? Boshqa bir yo'l bilmadim. Bu qadar qisqa yo'l bo'lmasa kerak. Mana shunaqa do'stlar, o'lim haqida alohida yana suhbatimiz bo'ladi. U mavzuga o'tishdan oldin bir kirish o'laroq bugungi hikoyani tahlilini qildik. Inshaalloh manfaatli bo'lgandir. O'zingizni ehtiyot qiling, yana ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.